Assalomu alaykum obunachilarimiz. Navbatdagi darvozani ko'rishingiz mumkin. Bu ham gibrid fason deyiladi. Deyarli qo'l mehnati bilan qilingan darvoza. Faqatgina gibrid deyilishining sababi mana bu ikkita ko'zi pechatli, ya'ni shtampovka darvozadan foydalanilgan, listdan foydalangan 1-2 qalinlikda. Qolgan yeri hammasi qalin listdan ishlatilgan. O'lchamlariga birinchi aytib o'tib ketay. Eni ham, bo'yi ham rovna, ya'ni 3 metrga to'g'rilab yasalgan. Bu yerda kamida 3 yoki balandligi ham 3 bo'lgan yoki undan yuqori bo'lgan joylarga bemalol o'rnatishingiz mumkin. Qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Yo'llari 6 ga 8, pastda esa 8 lik shiveler ishlatib o'tilgan. Hop, shanari ikkita ko'rib turganingizdek 30 lik ishlatilgan. Qanotlar, katta qanotlar tashqariga ochiladi, kalitkasi esa o'ngda ichkariga ochiladi. Tepadagi lazer guli ham 1.8 listdan ishlatilgan. Mana bu yerda gipka qilib bukib ishlatilgan listlar ham hammasi 1.8 listdan foydalanilgan. Oldiga 4 profil ishlatilgan. Ishlatilgan profillar hammasi 1.5 stenali profillar. Listlar aytganimdek 1.8 vibraga bosilgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi eng oddiy, ya'ni eng parashi esa mana shu tepa pastdagi pechatli list. Mana bu yerlar ham hammasi qalin listdan foydalanilgan. Bu fasonni ham ko'p ko'rgansiz internetda, ya'ni aynan shu holat emas, biroz o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerlarga odatdagi ko'rgan joylaringizga nerjavakadan foydalanib, ko'rinishini o'zgartirishimiz mumkin. Nerjavakaning ranglarini o'zingiz bemalol tanlashingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, 8 million 100 mingga uyingizga borib o'rnashi mumkin. Faqatgina uyingiz vodiy yoki Toshkentda bo'lishi kerak. Voha yoki bo'lmasa qo'shni respublika esa albatta kelishilgan holatda. Ekrandagi raqamga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni sizlarga berib o'tiladi. Obuna bo'lishni unutmang. Odatdagidek, yana o'zingizga qanday buyum kerak bo'lishidan qat'iy nazar aloqa chiqsangiz sizga topishga yordam beramiz va kerakli razmerlaringizni ham kommentariylarda iloji boricha yozib ketinglar. Shu bo'yicha sizga topishga yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.